Assalomu alaykum. Respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy mexanizmi yaratilgan holda 2017-yil 3-yanvarda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun qabul qilingan hamda shundan so'ng bir qator normativ huquqiy hujjatlar korrupsiyaning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Binobarin korrupsiyaga qarshi kurashda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatlarni shakllantirish, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish qonunning bir nechta moddalarida o'z ifodasini topgan. Hozirgi kunda boshqarmada o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan ichki idoraviy hujjatlar va tartib-qoidalar, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, korrupsiyaga qarshi dasturi va odob-axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom qabul qilinib, xodimlar faoliyatini keltirib o'tilgan hujjatlar talablari asosida tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda o'simliklar karantini va himoyasi sohasida davlat xizmati onlayn platformalariga o'tkazilib, ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish va inson omilini kamaytirish orqali korrupsiyaviy holatlarni oldi olinmoqda. Misol uchun, import qilingan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga transport birligini oshirish hamda ko'rik dalolatnomalarni eksport qilinuvchi mahsulotlarga esa ichki fitosanitariya sertifikatlarini rasmiylashtirib berish jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan. Shu maqsadda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan e-fito elektron platformasi, dala nazorati elektron tizimi, agroko'makchi mobil ilovalar yaratilgan bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga ushbu elektron tizimlar va mobil ilovalardan foydalanish bo'yicha tushuntirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Boshqarmada nomzodlar ishga qabul qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi bilan kelishilgan tartib asosida Argos tizimi orqali amalga oshirilishi, tanlov jarayonlari esa onlayn tarzda internet tarmog'i orqali namoyish qilinishi amaliyoti joriy qilingan. Manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish to'g'risidagi nizom talablari asosida xodimlar tomonidan yillik hamda ishga qabul qilinayotgan lavozimi o'zgartirilayotgan holatlarda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabarnoma hamda deklaratsiyalarni to'ldirish yo'lga qo'yilgan. Boshqarma tizimi xodimlari tomonidan ehtimoliy korrupsiya holatlarini sodir etish yuzasidan xabar berish uchun alohida aloqa kanallari, ishonch telefon, Telegram, bot, elektron pochta manzili agentlik tomonidan tashkil etilgan bo'lib, 24 soat ishlash ta'minlangan. Boshqarmaning rasmiy veb-sayti axborotlarni joylashtirish va elektron davlat xizmatlari ko'rsatish holati hamda ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlarni qonunchilikda belgilangan axborot resurslarida e'lon qilish va jamoatchilik oldida hisobdorlik tizimi yo'lga qo'yilgan. Xorazm viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining 30 nafar xodimlari virtual akademiya elektron platformasi orqali korrupsiyaviy xavf-xatarga eng ko'p moyil bo'lgan lavozimlar uchun korrupsiyaga qarshi maxsus o'qish kurslarida o'qib, yakuni bo'yicha tegishli sertifikatlar oldilar. Xodimlar tomonidan korrupsiyaviy huquqbuzarlik holatlarining sodir etilishini oldini olish, ular korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunchilik, normativ huquqiy va ichki idoraviy hujjatlar mazmuni, mohiyati tushuntirish hamda ularning bu borada bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida tizimli ravishda targ'ibot va o'quv seminar mashg'ulotlari hamda davlat suhbatlari tashkil etilib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.